o'quv yilida tahsil olayotgan abituriyentlarimiz orasida 3 ta talabamizni bugun yuqorimizda taqdirlaymiz. Ushbu talabalarimiz 1-2 o'rinni egallab, o'tgan oyga tanlov imtihonida munosib ishtirok 1-2 o'rinni egallashdi. Mana shu talabalarimizni biz mukofot ravishda shu narsani uyushtirganmiz. Albatta tomdan taqdim etilgan 200 minglik voucherdan taqdirlanadi. So'zlar qabul qilinishi. Demak, Hojimat Ahadbekka taqdirlash uchun Imkon ta'lim markazining arab tili o'qituvchisi Abdusalim domla mo'tayib berdilar. Endi ikkinchi o'rinni taqdirlashlik uchun Imkon ta'lim markazining tarix fani o'qituvchisi Baxtiyor domlaga taklif etamiz va abituriyentlarimiz orasida Obidov Diyorbek Imkon ta'lim markazining 2025-2026 o'quv yilining 1-oy sarflov imtihonida 2-o'rinni egallab, Imkon ta'lim markazi tomonidan voucherga taqdirlanadi. Obidov Diyorbek. Birinchi o'rinni egallagan Abdulaziz Muhtaramxon Imkon ta'lim markazi tomonidan 350 ming so'm voucherga taqdirlanadi. Muhtaramxon egalladi.